Uchinchi bor ona bo'lganimdan keyin uyqu rejimim umuman buzilib ketgan edi, lekin bugundan 6:00 da turaman deb va'da berdim va va'damni ustidan chiqdim. Turgan zahoti vesimni o'lchadim, 56,500 qo'ppan. Buni ko'rib men judayam xursand bo'lib ketdim qizlar, chunki men 65 kilo edim. Kuxnaga kirib bitta stakanda illig'i bujoshni quyib, ustidan vitamin D kaplyasidan 2 tomchi tomizdirib, buni ham ichib oldim va 40 minut trenirovka bilan shug'ullandim. Trenirovkadan keyin olivka masladan olib, tozasidan bitta ложкаga quyib, ustidan esa limon suvini ham aralashtirib, buni ham iste'mol qildim. Bu organizmni tozalashda, yuz va badanlarni tiniq tutishda judayam katta yordam beradi. Bularni qilgandan keyin mol suyagidan tayyorlangan bulyonni tayyorlashni boshladim. Men buni Febele kompaniyasidan zakaz qilganman. Bilasizlar, Febele kompaniyada mahsulotlari hammasi halol sertifikatga ega, bemalol qo'rqmasdan zakaz qilishlaring mumkin. Agarda kimki Febele kompaniyasida ishlamoqchi bo'lsa yoki biron nima zakaz qilmoqchi bo'lsa, bemalol menga murojaat qilishlaring mumkin. Bilasizlar, men Febele kompaniyasida o'zim ishlayman.